Qush bozori ikkinchi qism ketdi mana. Mana bu tomonda asosiy dehqon akalarimiz turar ekan. Mana Qo'shtog'im savdolar yo'rayapti mana hozir. Hozir qushlarimiz qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular ko'klarimiz qancha ekan? Bularni 250 mingdan bermayapman. 250 mingdan bermayapsizlar. Qolganlarichi-mi, yashillar? Bular 270 mingdan bermadi. 270 ni bermadi. Sariqlar nemislarchi? Bitta qoladi undan. Nardi o'zi? Qancha nardi o'zi? 200 ming. 200 ming so'm. Telefon nomerini ayting. 94lik 819 67 67. Bo'ldi. Qolsa telefon quraversan, ammo olibda qushlarni olib chiqarlar. Mana bozordagi odamni holati juda zo'r holatda turibdi. Qolinglar aka. Yuramiz. Qancha ekan bu qushlarimiz? 350 ming. Qancha? 350 ming. Telefon nomeri bormi? Telefon nomer mashat aka bir jib ikki jib bor xolos mashat. Telefon nomeringiz yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Telefon nomerlari yo'q ekan mana. Bular qancha ekan parasi? Aka 400 ming 450 ming bo'lyapti. Telefon nomeringiz bormi? Nomer bor aka. Ayting. 50 870 68 8. Bo'ldi, rahmat. Qo'shtog'imda ham bor ekan. Qancha ekan paralar og'a? Qancha ekan? 300 ming. 300 ming deyapsiz. Ozmoz kam bor, ha? Xayriga o'tib berasiz. Bo'ldi. Mayli, biz rosa juda qizyapti ekan. Bular qancha ekan narxlari? 250 mingdan. 250 ming. 150 ming. Mana do'ya bular. Ikkitasi mana bu. Siz mana do. Bunaqa rabizli bo'lsa mana. O, ana, raduz bo'lsa olaverasiz. Moda. Moda. Qancha ekan bu narxi? Buni oldik. Ha? 150 mingga. 150 mingga oldilar. O'zingizda ham bor uyda. Telefon nomeri ayting. 90 781 273. Bo'ldi, rahmat. Tarilarimiz qancha ekan aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima aka? Tarilarimiz narxlari qancha? 450 ming. 450 ishlagan paralar bular? Ishlagan ham bor, ishlamagan ham bor. Aralash, ha? Narxlarni chiroyli qilib berasiz. Pastdagilarchi? Nerada tushganlar? Terasga 320 ming. Telefon nomeri ayting aka. 94lik Aha. 583 77 87. Bir yaqin aytaverasiz mikrofonga aka. 94lik 583 77 87. Bo'ldi, rahmat aka. Qo'nim-mo'limizda mana qushlar. Vaqtsa ko'p mana. Olmay aka. Bular kimdan aka? Sizdanmi? Egalari yo'q ekan hozir. Bu tomonlarni olamiz. Qancha ekan aka qushlar? 60 ming. 60 mingdan maladi, ha? Maladi. Bularimiz-chi? 80. Bu ham maladi, ha? Telefon nomeri bormi aka? Telefon nomeringiz bormi? Telefon nomer yo'q menda. Ha, telefon nomerlari yo'q ekan kamida. Tomonda ham qushlarimiz bor ekan, uzr ekan. Bular qanchadan ekan? Qanchadan? Egalari yo'q-a bunimi? Chiroyli qushlar chiqibdi. Egalari yo'q ekan, to'liq ma'lumotni bilishmasa kerak. To'g'ri, ular narxlari qancha ekan qushlarimizni? Qaysi biri qancha o'zi? Aytavering. Ikki sariq jup aka 300 ming deyapti. 300 ming, ikki sariq jup 300 ming so'm. Yashil bilan oq jup. Yashil bilan oq jup. Bular qancha ular? 300 ming so'm, ha? Xayriga o'tib berasiz. Telefon nomeri bormi aka? 90lik 90lik 533 0652 aka. Mayli, rahmat aka, baraka toping. Bular sizlardan bular? Qanchadan bular narxlari aka? 300 baho aytyapti, kami bor. 300 ming so'm baho aytishyapti, kam bor. Ishlagan param bular aka? Ha, ikki pora. Telefon nomeringiz bormi? Telefon nomeringiz yo'q ekan. Bular qancha ekan aka? Narx qancha ekan? 250 ga. Jupi 250 ming, xayriga o'tib berasiz. Telefon nomeringiz bormi? Telefon nomeri yo'q ekan. Tomonda ham qushlar chiqibdi. 210 ming so'm deyishyapti ekan. Oldimizda qushlar rosa qizyapti. Ziksa davom ettirib, like bosib, obuna qilishni chiqmasin.